بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandoshlar va radiyo shekon do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xabarlar barnomasida xush keldingizlar. Bugun chorshanba 14-yil Qavs oyining 12-si, bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yig'ilish islomiy ukhuvat va xalqning qiyinchiliklarida yetishgani uchun Balx viloyatining Zori volosida barguzor bo'lgan. Ushbu yig'ilish Balx viloyatining Aqvom va Qaboyil riyosat tomonidan yo'l taylangan edi. Ushbu yig'ilishda Balx viloyatining Aqvom va Qaboyil riyosatini buyrug'i Mavlaviy Sardor Muhammad Muhammadiy, Balx viloyatining O'limlar shurosining nimoyandasi Muftiy Ismatullo Idris, Amr bil ma'ruf va nahy anil munkar riyosatning so'zlovchisi Mavlaviy Muhammad Sarvar Donish, Zori volosvolining volosvoli Mavlaviy Habibulloh Ayubiy, rasmiylar, qavmi buyuklar, o'limlar va necha xalq ishtirok etgan edi. Barnomaning jarayonida Balx viloyatining Aqvom va Qaboyil riyosatini buyrug'i Mavlaviy Sardor Muhammad Muhammadiy tilli ta'subotni qaytarish borasida ma'lumot berib va mardumni vahdatga da'vat etgan. Rasmiylar hamchinon nodurust rasm rivojni qaytarish borada islom manzaridan ma'lumot berib va insonni qochoqni borasida gapirgan va hamchinon vunuchilanchi va vunidilanchi Amirul Mu'minin Hafizahullohning farmonlarini shu borada qiroat etib va uni tatbiqida ta'kid bo'lgan. Va bu ham bir xabar varzishi. Balx viloyatining futbol musobaqasi ki 3 oy oldin Shamol Zunni 12 muntaxab timi o'rtasida shuru bo'lgan edi, tamom bo'ldi. Ushbu musobaqasida Yoron Nur timi qahramonlik unvonini qo'lga olgan. Ushbu musobaqalar Mazor Sharif shahrining mezbonligida ushbu viloyatni futbol federatsiyoni tomonidan va tarbiyat badani riyosatining hamkorligida barguzor bo'lgan edi. Balx viloyatining futbol federatsiyonining buyrug'i Ahmadulloh Voiz aytishicha, ushbu musobaqalar hadafi futbol varzishini rushdi va bartar iste'dodlarni tonishligi muntaxab timda unvon bo'lgan. مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ جمعاً 66 بازی در بر گرفت که تیم یاران نور قهرمان دور مسابقات شد. امسال بخیر مسابقات زون را پیدا کردن. تیم یاران نور که سطح ورزش به فضل خداوند که رو به بهبود است، خوب است، جوانان ورزش میکنن، مسابقات دوام دارن، پای در پای مسابقات دوستانه. این مسابقات رسمی بود که یاران نور نماینده ولایت بلخ در مسابقات زون شد. Shu holda bir kishi varzishkorlardan Xo'ja Fayz Muhammad aytishicha, shunday varzish barnomalarini olishini, iste'dodlarni tanishligida va ushbu varzishni rushtida muhim deb izofa etganki, shunday barnomalarni idomasi yoshlarni rushtida muassir degan. مسابقات لیگ برتر ولایت بلخ در مزار شریف راه اندازی شد که در این تورنمنت 12 تیم شرکت کرده بودند که خوشبختانه تیم فوتبال یاران نور با 11 پیروزی و 1 مساوی تانسته که قهرمان لیگ برتر ولایت بلخ شود. ولایت بلخ از فوتبال بیشک حرف اول در سطح میزون شمال میزنه و تیم های خوب را داره. Yana bir varzishkor Shoh Muhammad aytishicha, rasmiylardan xohlagan to ushbu varzishdan himoyat etib, imkoniyat farahm etsin to ushbu varzish rishd topsa. از این رقابت‌های فوتبال واقعا خرسند هستیم. خیلی خوب است، در رشد جوانان خوب است، در صحت خوب است. واقعا یک برنامه خیلی خوب است. هر کس که ورزش میکنه برایش سعادتمندی به بار میاره. مثلا از ترک اعتیاد از این چیزا جلوگیری میکنه. Aytilishicha, musobaqa oxirida qahramoni jom, medallar va taqdirnomalar qahramon timda va bartar varzishkorlarda rasmiylar tomonidan berilgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni a'loy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.